Ishlarim yurishmay qoldi. Qayerga borsamikin? Ergashni oldiga borsammikin? Iplos. Ergash ham qish quyapti ekan, Iplos. Nima qilaman endi ya? Trenajyor-yu. Qish quyapmikin? Bismillahirrohmanirrohim. Ya! Ay qo'lim, voy qo'lim, voy. Vop yeydish. Ya! Akajon xafa bo'lmang. Oyda 15 yorug', 15 qorong'u degan. Vacha! Teshadigan-ku. Ya! Qochinglar! Ukam, osmondan tushdimi bu bola? Abdullajonga o'xshaydi ekan, kalligini qara. Bu bolani yaxshilab shug'ullantirib, g'ish quydiramiz ekan. Qale, senga yo'qyaptimi? Birinchi buni parashyutdan tashlaymiz. Agar yerga tushib kalasa yaxshi. Uka, mahkam bo'lgan, parashyutingni ochyapmiz. Bir chuqurga alab tushdik. Hey. Yengillik qilyapti bu. Xo'sh, buni nima qilsa ekan, Iplos? Juda ham yaxshi buni bo'yin cho'zadi. To'g'ri fikr ekan. Qani, boshladik. Voydod. Yordam. Ana, Mirza taraf bo'lding qolding uka. Endi-chi, buni-chi sal semirtirish kerak. Qani, Nestle sutlaridan bir bahrochi kashalaridan. Oxirigacha. Tog'arasi bilan ye, Iplos. Voy. Sal kallasini to'lab qo'ysa, sal o'xshab qolarkan Ergashga. Malades ukam, sen buyuk g'ish quyar bo'lding. Mana endi seni g'ish quyishga qabul qilaman.